JKB Media agentligiga xush kelibsiz. Jizzax shahri Mustaqillik ko'chasi yer osti piyodalar o'tish yo'lagiga reklamangizni joylashtirmoqchimisiz? Biz bunda sizga yordam beramiz. Lightboximiz 120 ga 180 to'rttani tashkil qiladi. Piyodalar o'tish yo'lakchasida joylashgan. Xuddi shunday lightboximiz 120 ga 300 cm 8 tani tashkil etadi. Piyodalar o'tish yo'lakchasida joylashgan. Monitor 50 dyumli 8 tani tashkil etadi. Piyodalar o'tish yo'lakchasini tepasida joylashgan. Xuddi shunday monitorimiz 150 ga 243 cm 2 tani tashkil qiladi. Bu yo'lakchamizning tashqi qismida joylashgan. Reklamani joylashuv va narxlar haqida ma'lumot beraman. 120 ga 180 lightboximizning narxi 1.200.000 so'm, kamida 2 oy muddatga qo'yiladi. 120 ga 300 cm lightboximizning narxi esa 2 million so'm. Bu ham kamida 2 oyga qo'yib beriladi. 50 dyumli monitorimizning narxlari 5 sekundda 500.000 so'm, 10 sekundda 700.000 so'm, 15 sekundda 900.000 so'm. Agar siz reklamangizni reklama sekundda qilmoqchi bo'lsangiz 1 million so'm bo'ladi. Kamida 1 oy muddatga qo'yiladi. 150 ga 243 cm katta monitorimizning narxlari 5 sekundda 2,5 million so'm, 10 sekundda 4,5 million so'm, 15 sekundda 6,5 million so'm, 20 sekundda 7 million so'm bo'ladi. Kamida 1 oy muddatga qo'yiladi. Hozirda reklamalar uchun mega chegirma e'lon qilganmiz. 120 ga 300 cm lightboximizda 1 yilga shartnoma qilsangiz 20% chegirmaga ega bo'lasiz. Bonusiga 2 oy muddatga 50 so'mlik monitorga video rolikingizni joylashtirib beramiz. Ga 180 lightboximizda 1 yilga shartnoma qilsangiz, siz uchun 50 dyumli monitorimizda eng sifatli ovozli video roligingizni ham 15 kun muddatga qo'yib beramiz. Faqat siz uchun joylar soni cheklangan, shoshilib qoling. 50 dyumli monitorimizda 4 tasini shartnoma qilsangiz 10% chegirma e'lon qilganmiz. 50 dyumli monitorimizda 8 donasini shartnoma qilsangiz 15% chegirma e'lon qilganmiz. Agarda siz 120 ga 300 cm lightboximizga 6 oy muddatga shartnoma qilsangiz 10% chegirma e'lon qilganmiz. JKB Media har doim mijozlarni qo'llab-quvvatlaydi. Faqat siz uchun shoshiling, biznesingizni biz bilan rivojlantiring.